Hello. Salam, qarindoshlar. Men yaqinda bir tekshirish doklad tayyorlayapman hozir. Buning mavzusi setilgan inqilob. Bu albatta shu viloyat inqilobining qanday xo'p inqilob bo'lib oxiri mushnaq mag'lub bo'lganligining nimasini tekshirish. Buni yez jarayonni qarab chiqsam bu bir yezib pop sizlarga yo'llaydigan bir asar emaskan. Bunun ichida yomonchiq ishlar ekan, faktlar, asarlar, nimalar, manbalar. Bular bir tekshirish dokladi desak bo'ldi ekan. Tekshirish dokladi bo'lish uchun albatta men yolg'iz buni bir nimani yezib sizlarga tashlash deganni qaraganda, men bu tekshirish dokladining 5-ni men boshlab bersam, sizlar bilan bir maslahatlashsak degan fikrda shuni boshlamoqchi. Hozircha shuning bir qancha moddasini yezib bo'ldim, tekshirish dokladining fikr elish nusxalarini. Buning uchun bo'libmi shu ichida shu tarix qiziqadiganlar, ziyolilar, bo'libmi O'rta Osiyodagi mana Ozdikin apandim, Olimjon qadar ziyolilarimizga shu masalani tashlamoqchiman. Bu shu men yozgan shu tekshirish fikrlarimni buni erinmasdan men bilan birga shu masalalarning oq qorasini, to'g'ri xatosini, chislosini, vaqtini, bo'lib ishning xarakterlarini aniqlab berishga shu bir tirishishinglarni, yordam qilishinglarni umid qilaman. Shuning uchun bu narsani bunday bo'ldi. Buni men yozgan chaqda latin yozig'ida yozdim. Sababi buni ichidagi olgan misollarning ba'zilari xitoycha ekan, sonliq ma'lumotlar bor ekan, sifrlar bor ekan. Arabcha kon yoziqni o'zim yaxshi ko'ratdim. Uni bir yezib chiqsam, o'ng ta'tir qish ketadi ekan. Shuni bir texnik jihatdan men tuz qilamadim. Shunga baribir tekshirish dokladi bo'lgandan keyin buni sizlarga latincha hozir chiqarib qo'ydim. Va Facebook qarasanglar bu bor. Bu yerda birinchisi shu fikr elish, muzokara qilish dokladining birinchisining ismi Ahmadjonning sirliq maktablari. Bu yerdagi men qarab chiqsam, bu Ahmadjon Qosiminingki dastlabki hayoti bo'lib, maktablari bir xil sirkan bu. Bu yerda eng asosiy manba bu Maynur Qosimninki Ahmad Efendimni eslayman degan qilin 2 tomlik kitobi buning asosiy o'rinda turdi. Buning deyishicha shu Ahmad Efendim 1914-yili 4-ayning 14-kuni G'ulja to'g'raq yezi tug'ildi debdi. Undan keyin 23-yili Ahmad Efendim Qo'rg'osda bir boshlang'ich maktabga kiribdi deydi. Demak, unda bo'lganda Ahmadjon Qosiminning birinchi kirgan boshlang'ich maktabi Qo'rg'osda ekan. 23-yili bu apisi Sharvonamninki Yarkatdagi Umar Qosim degan inisi ko'gili kelib, hamda u Ahmadjon Qosimning dasi o'lkatgan bo'lgandan keyin men bu balni Sovetga akitib o'qitay deb akatgan ekan. Akitib Yarkatdagi shu Darul Tamg'a ishga kirgizibdi. Kirgizgan chaqda shu bu mening burun ayolimning bolasi deb kirgizibdi u mayli. 1926-yili bu Ahmadjon Darultam boshlang'ichni bitirib, Yarkat o'zidagi bir to'liqsiz o'rtaga kirdi deydi. 1929-yili Ahmadjon Olmatodagi Sopi Zarvat Uyg'ur to'liq o'rtaga kiribdi. 1932-yili Ahmadjon to'liq o'rtani bitirib, shu maktabda muallimlik qildi. 1 yil. 1934-yil 9-oyda bu Toshkent Sagoninki tarix geografiya fakultetiga tanlanib ishiga berib o'qibdi. Bu tog'asi Umar Qosim ishiga ketgan deydi. Undan keyin 1937-yili Ahmadjon Sagonni bitirib, shu Sagon o'qigan 3 a'lochi o'quvchining birisi bo'lib, shu Moskva sharq allari sotsializmchilari Emgak universitetiga tanlanib ketdi deydi.
bu Moskvadaki bu Şərq əlləri Sosializmçiler Əmgək Universiteti degeni asasen şu Xalqara Komintern bilen Sovet şu nemisinin Kompartiyasının xalqaraga şundaq kommunizmçi kadrlarını tərbiyələydigan şundaq şunu məqsəd qılğan bir ali dərəcəlik məktəbkən şu yerə badi deydi. 1939 yıl 11 ayda Finlandiyaga hücum qilgan chaqda Ruslar Stalin askerleri o Ahmetcan Qasım şu Qızıl Armiyaning jangchisi hisobida Finlandiyaga berib so'qishib Ashadagi zambirakchilar batalyonda şu so'qishganki urush qatnashib kelganki. U yerdan yordar bo'lib Moskvada, Qrimda davolandi deydi shunday gaplar. 1940-yili bu nimadan davolanib kelib, saqayib kelib, yana shu Əmgəkçilər Universitetiga qaytib kelgan ekan va undan keyin oraliqda Qozon Universitetiga berib bir yil praktika qilgan ekan. Ondan keyin 1941-yili Ahmadjon Toshkentga qaytib kelib, uzun o'tmay u yerdan Qozog'istondagi Zaysonga berib, u yerda kolxozni molvoy qilibdi deydi. Undan keyin kasırlik qildi deydi. Shu vatan urushi bo'layotgan qattiq vaqtlar. 1942-yili Ahmadjon Baxtu chegarasi orqali cho'chakka o'tdi, 6-oyda. 1942-yil 8-oyda Ahmadjon cho'chakdan G'uljiga ketdi, bodi deydi. Bu yerdagi narsa bu xonimninki, Maynur Qosimninki yozishida mana shunday endi. Lekin Maynur Qosimnikidan boshqa Ahmadjon Qosimi haqida yozganlardan menda 5-6 material var. Ajla qarsak hech qaysisi buning bilan o'xshamaydigan taraflar ekan, o'xshamaydi ekan. Bu yerda bo'libmi cho'ngroq bir misol keltirgan birisi Ahmadjonni bildigan Raisha degan bir xonim bor ekan, u menga deb berdi. Uning deyishicha Ahmadiyov, ismi Ahmadiyov, Qashqa qishloqi O'shdagi bir kambag'al oilasidan bo'lgan, uning aka-uka va singillari bo'lgan deydi. Bu yep-yengil bir gap. U asli bir muallim edi deydi. 1930-yili Ahmadiyov Jalolobodda Karomat xonim bilan uchrashgan. Karomat Sara xolimning 6-qizi. Ular Hamid Amil degan boy o'zbeklar oilasidan bo'lib, Namangandagi Hazrati Langarning egisi edi. 20-yillarda Namangandan surgun qilingan. Ular qizini Ahmadiyovga berishga unmagan. Ahmadiyov Karomatni elib qechib Qashqarga qishloqqa qish ketgan. Ulardan 3 bola bo'lgan. Ahmadiyovlardan. Birinchi bolasining ismi Nozira Ahmadiyova, Farg'ona ayollar komitetining boshlig'i bo'lgan. 2006-yil olamdan o'tgan. Nozira xonimning qizi Nilufar, Nilufar deb bir qizi bor ekan. İkincisi Larisa Ahmadiyova, Jalolobod obkom raisi bo'lib 91-yili olamdan o'tgan deydi. Larisa xonimning 3 bolasi bo'lib, ular Toshkentda deydi. 3-bolasi Umarjon Ahmadiyov, bu o'g'lim deydi. U Jalolobodda 41-o'rta maktabning direktori bo'lgan. 1937-yili KGB Ahmadiyovni aktiv o'qitgan. 2-3 yil o'tgandan keyin Ahmadiyov oilasini ko'gilik bir kelib Karomat xonimga tasallilarni berib ketgan. Davlatdan ularga bolalarga davomli iqtisodiy ta'minot berib turgan. Oxirgi qitim kelib yo'qlaganda men Ahmadiyov Karomatga deydi ekan, men sizga beralmagan rohatni bolalarimizdan ko'ring. Bolalarni yaxshi o'qiting deb xo'shlashib ketgan. Ahmadjon KGB'da Baqiyov degan bilan birga ishlagan. KGB ularni Xitoyga kirgizgan. Ularning bo'lim boshlig'i Shabala degan o'rus. Bir yili Oyim Aziz, Sayfiddin ayoli, Toshkentga kelganda Karomat xonimning uyiga borgan.
ve tamda esiqliq turgan Ahmediyoplarning oila rasmini ko'rib tonib qolgan. Bundaq gap. Endi bu yerda deyilgan mushundaq Jalolobod, Tojikiston, Turkmaniston, undan keyin Toshkentdagi bularning Ahmediyoplar mushundaq odamlar bormi? Bularni shu bo'libmi O'zbekistondagi shu bizning qarindoshlarning bir surishtirib berishini, surishtirib beqishini umid qilaman. Bu gapning rost yolg'onni, buning ichidagi ma'lumotlarning rost yolg'onni chiqarishni bir o'ylash baqsaq. Agar Ahmadjon 1934-yili 9-oydan 1937-yilgacha Sagoda o'qigan bo'lsa, dal ashu yillari bizdan 300 o'quvchi Sagoda o'qiyotdi. Garchi ularning o'qigan fakultetlari boshqa bo'lsa-mu, Ahmadjon mazkur Shinjong o'quvchilari haqida yoki Toshkentchilarning birarsidan Ahmadjon haqida ko'rgan, bilgan degan gaplarni hech anglamadim. Men 1980-yili Urumchida Ibrohim Mutiy va Qosim Parsallar bilan bir tom qo'shini turgan. Hem ular turmadan yangi chiqqan va o'zimmi uchoqlar unchalik ishlardan bexabar bo'lg'ashqa bularni so'rmagan ulardan. Men ko'rishgan cho'nglardan Ahmadjon bilan birga o'qigan degan birmi odam yo'q. Ahmadjon bilan KGB'da birga ishlagan Baqiyov degani Toshkentchilarga drama darsi bergan Tatar muallim Baqiyov deb birisi bor. Bu odammi yoki bo'lmasa Barat Ro'zi Baqiyov deganmi? Bu Barat Ro'zi Baqiyovmi dal shu 42-yili Qashqar simxoni orqali bu nimaga kirgan? Sharq Turkistonga kirgan. Endi Abdurahmon Abay Ahmadjon Qosim haqida hikoyalar deb ikki kichik kitobcha yozgan. Uningda yana bir hikoyani deydi. Bir yili Ahmadjon Qosim bitimdan keyingi gap. Koni uyga berib, demak shu Qardon tarafdagi Koni uyga berib, haruka chiqayotgan bir inisini yuxlagan deydi. Bu inisi qaysi inisi? Bu ayliqi Sharvonam bilan bir ona dadi boshqa shunaq inisimi? Buni bilmadim. Ammo shunaq bo'lganda bu inisi keyin G'uljida qani. Buning bir istak so'rig'ini o'qimadik. Ammo Ahmadjonning kitobida xonimning kitobida Ahmadjonning jannat deb birla ochisi bo'lgan o'lib ketgan o'z vaqtida. Bu endi undaqda bu hamdaligi tug'ilgan yerinimi bu har xil deyildi. Ba'zilar to'g'roqda deydi, ba'zilar to'g'ri ko'rikda deydi, ba'zilar do'n ko'rikda deydi. Buni hozir bular uncha muhim emas, lekin shuni buni bir aniqlash kerak. Yasin Xudoberdi Ahmadjon haqida boshqacha bir tarjimani yozdi. U bunda deydi. Ahmadjon Qosimi 1914-yili G'ulji shahar To'g'ri ko'rik mahallasida kambag'al oilasida dunyoga kelgan. 11 yoshga kirguncha oila tarbiyasida bo'lgan va kon maktablarda o'qigan deydi. Bu yerda yuqorida xonimning yozishida 8 yosh kirguncha Qo'rg'osda 1 yil o'qimay buni tag'is aketganka nimagasi Yarkat tarafga. Ma'noda 11 yosh kirguncha shu to'g'roqda turgan deydi. 1925-yili yozda tag'isi Sovet ittifoqidan Yarkat shahriga olib o'qitgan. U dastlab Yarkatdagi Sopi Zarvat o'tir maktabida o'qigan deydi. Sopi Zarvatni bu Yasin Xudoberdi Yarkatda debdi. Sopi Zarvat Yarkatda emas, Olmato'da. 1935-yili Olmato shahridagi Cumhuriyetlik pedagogik institutiga kirgan. 1937-yili bitirgan va shu yili Tataristonning Qozon shahriga berib, Qozon universitetining Marksizm-Leninizm fakultetida 4 yil o'qigan. 1941-yili Toshkentga kelib, Toshkent pedagogik institutida 1 yil o'qituvchilik qilgan. 1942-yili 4-oyda Jungoning Moskva turishlik bosh elchixonasiga berib, vatanga qaytish pasportini olgan va shu yili vatanga qaytib kelgan. Ko'p o'tmay militarist Shinsayning saqchi doiralari tarafidan cho'chakda qo'lga ilinib, Urumchiga elib kelinib, qamab qo'yilgan.
1944-yılı 7. ayda qamoqdan chiqib, asli yurti G'uljiga kelib, az vaqt yog'ochchilik, aynakchilik kasbi bilan shug'ullangan va shu jarayonda yer osti xizmatini ishlab, 3 viloyat inqilobini tayyorlash xizmatiga qatnashgan. Deydi. Bu Yasin Xudoberdininki bu nimada Tarım jurnalida shu 1984-yilgi Tarım jurnalida 3 viloyat inqilobining rahbari xalqning munavvar farzandi Ahmadjon Qosimiy degan maqolasidan elindi. Endi yana birisi Sherif Xushtar. Sherif Xushtarninki Şinjan yaqinqi zaman tarixidagi mashhur shaxslar degan kitobda bunday deb yozdi. Ahmadjon Qosimiy 1914-yili 4-oyning 14-kuni Şinjan G'ulji shahri Do'nko'rik mahallasidagi Qo'lhunarvan oilasida dunyoga kelgan bo'lib, oila tarbiyasidan keyin 1922-yili Qo'rg'osdagi bir boshlang'ich maktabda o'qigan edi. Keyin u tog'asi Ömer Qosimning himoyasida onasi bilan birga Yarkatga ko'chib bordi va Yarkatdagi Darultam maktabda 7-sinfgacha o'qib, keyin Olmutodagi bir o'ttir maktabga o'ttir texnikumga kirib shad o'qigan. 32-yili texnikumni yuqori natija bilan bitirdi. Biroq u oliy maktabga kirish fursatiga ega bo'lmaganlikdan 2 yilda ishlamchilik qildi. 1934-yilning oldi-keyinda u Lenin Universal institutida o'qishga kirib, dastlab til adabiyot fakultetida, keyin iqtisodiy fakultetga o'qish bitirgandan keyin O'rta Osiyo davlat universitetida til adabiyot o'qituvchisi bo'ldi. 1936-yili Ahmadjon Qosimiy Moskva Sharq Sotsialistik Emgak universitetiga o'qishga kirib, u yerda Marksizm-Leninizmdan ta'lim oldi. Bu Xushtarninki nimasi. Endi bu yerdagi eng muhim narsa birisi bu Ahmadjon Qosimiy bu nimediki Sopi Zarvatda o'qigan bo'lsa, Ahmadjon Qosimiy bilan 1925-yillari, 26-yillari yoki bo'lmasa undan keyinroq vaqtlarda shu Olmatoda men birga o'qigan deb chiqqanlar bormi? Buni O'rta Osiyodagi bu qarindoshlar bir surishtirib baqsanglar va yoki mushunaq materiallar bo'lsa, bir ta'minlab bersanglar, buni bir ko'rib baqsaq. Ikkinchisi bu Sherif Xushtar, bu Yasin Xudoberdi bu nimani bu Sago bilan bu Moskvadagi bu nima Emgak universitetida o demak Udulla shu nimadan Olmatodan shu nimaga borgan deydi. Tatariston bu Qozondagi universitetga mushtaq borgan deydi. Mushadagi eng cho'ng farq shu, ikki cho'ng farq bor. Birisi Sago bilan bu Moskva universitetidagi Moskva Emgak universitetida o'qiganmi, o'qimaganmi? Agar o'qigan bo'lsa, biroz savoddish bormi, yo'qmi, kim, qani? Ya Ahmadjon Qosimning nutqlarini, dokladlarini ko'rmadik, men palon bilan o'qidim. Ya bo'lmasa Maynur xonimninki kitobimi palonlar Ahmadjon bilan bir sinf o'qigan degan gap chiqmaydi. Undan boshqa Sagodikilarmi yo'q. Onunki eng muhimi Olmatoz, Sopi Zarvat bil o'qiganlar. Mencha Ahmadjon Qosim jazman Yarkatda o'qigan, Olmatoga berib o'qigan bo'lishi mumkin. Uning nersi bu Toshkentga berib o'qigani, bular hammasi sirli quvvatida aniq emas. Shuni bir aniqlab chiqsak. Ondan keyin bu oxirgi nimada Burxon Shaydimi Ahmadjon Qosimiy yoshlik davrida Sovet ittifoqiga berib, Tataristonda o'qib, kommunizm dashosini bitirib, ilg'or ideyani qabul qilgan deydi. Demak, bu Burxon Shaydining 50-yillik degan o'zining nimasidimi Ahmadjonni o Sagoda o'qigan yoki KTVda o'qigan deb mundaq nim qilmaydi. Mundaq demaydi. Demak, bu yerdagi bu cho'ng farq xonimning degani bilan bu
Yasin Xudavədi bilan Burhan Şəhidinin deganlarida muşundaq jiq farqlar bor.